Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari va Kaliforniya chuvalchang biyagamiz biznesi qiziq ekan o'rtoqlar. Inshaalloh mana shunday Kaliforniya chuvalchang biznesi qiziq ekan o'rtoqlar bo'lsa, oddiy mol gumidan yiliga yaxshigina daromad qilaman degan o'rtoqlar bo'lsa, bemalol mana shunday Kaliforniya chuvalchang biznesini boshlashi mumkin. Mana bugun yangi oziqlar berib boryapmiz. Mana bioreaktorlarimizga. Mana shu 100% tayyor bo'lgan hozir. Biyagamiz ham tayyor bo'lgan. Biyagamiz Kaliforniya chuvalchang kerak o'rtoqlar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bioreaktorlarimizga yangi oziqlar berib boryapmiz. Mana pul topishga qiynalib yurgan aka-ukalar bo'lsa, bemalol mana shu biznes boshlashi mumkin. Oddiy mol gumidan bemalol yaxshigina qarab yiliga 100 million 150 million topsa bo'ladi. Mana biz o'zimiz ispitanadan o'tkazib 3 yil 4 yildan shug'ullanyapmiz shu biznes bilan. Pul topishga qiynalib yurgan akalar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ekranda nomerlar qo'yib qo'yamiz. Qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Shunday oddiy mol gumidan qanday daromad qilsa bo'ladi, bemalol tushuntirib o'tamiz. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.